أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل فيما يفسد الصلاة. Bu namazın bozulduğun amil ve sebeplerin üstündeki baptır bu dedi. Biz ne aldığımız dersimizde namazı kandak okuyumuz, fert, vacip, okuş şekli, onun için yani başka işlerin üzerine kandak kıldı. Diğerlerinin üstünde bunun üstünde toxtaldı. Hem de şu okuyan namazımızın üzerine bazı bir kılıp, bazı bir hareketler var, işler var. Bu işlerin üzü bu adam koygan bolsa namazın içinden cezmen o adamın namazı bozup ketdi. Onu bozup ketdi degan gap, onu başka okumuş şu bulmaydı. Çünkü namazdaki yüzü tutuşluk şu başlagan tatip tüygen kadar cezmen onu kılışık teyişlik, kılmasık teyişlik bir mümkünler var, işler şu var. Ve bunu kahvaltısında şer'iyle kösetken, yani şer'iyle namaz okuna degen aşı namazı doğru çok olur. Olmasa şu onun layık olmasa, o yakan için okudum da bir kırık kısmı o namaz çok olmaydı. Onu okurken hem de namaz okuyat bir adam namazın içinde kanda bir hareketli kıp sağan bolsa, o kanda oludu. Qaysi hareketi kanda kısa kımısa, yani bu namazın üzü buzup ketidi. Muşum üstünden konu razıya toxtalmayız deydim. Bir adam namazın içi turup insanlar öz oturuzu gaplaşılan bir gapning üzerine unutulup yoki qasddan başta deb qolgan bo'lsa, u chog'da bu odamniki namozi buzib ketdi. Masalan, hey tomoq yeyman, hey binasi bola yig'lab ketdi yoki an ekvat, man ekvat deb normalda deyishadigan namozning ichidagi yo bir ibodat hech qanday bo'lmaydigan bir gapga. Şu gapniki o'zini bir adam ashta qilib qolgan bo'lsa, unutib qolibdi yoki u gapni o'zi bilib turib ashta qilibdi. Qolgan bo'lsa, uniki u namus buzib ketdi. Lekin buzilishniki bir shart shuki, bo'g'ay u deydigan gap o'z nafsi uchun anglanuvchi bo'lgan. Ya'ni o'z anglag'ida darajada bo'lishi kerak. Eng tuvan. Va agar u odam o harfini degan gapniki harfini uchiq oshga harfdek chiqilsin yoki nima qilmasin, uni chiqarmasin yoki bu gap mayli harfning o'zi to'liq bir shakl chiqmabdi yoki chiqibdi va agar chandik odam anglamasimi, shu harfniki zodi narda chiqqan harfni aniq oshda chiqib ketgan bo'lsa, bu odamniki o'zidan namoz uniki o'zini o'qib ketdi, o'chog'ida buzib ketdi. Endi bir odam namozning ichida uxlab ketdi. Uxlab qolgandan keyin u odam gap qilibdi. Yoki u odam kulib ketibdi. Kulib ya'ni normal. Ya'ni yoki tabassum emas, yo qaqoqlab emas, qaqoqlab zot tutuldi. Endi u odam kulib ketibdi. Kulib ketgan bo'lsa, bu odam o'ziniki namozi nima qildi, u yerda buzildi. U namozni boshqa o'qimaslikchi bo'lmaydi. Va agar bir adam namoz tutup injiqlabdi. İnjiqlab uniki debdi. Yoki u odam meni yig'labdi. Yig'lagan hamonamning o'ziniki u yig'ish ko'tarib ketibdi. Deb. O'zi oshibdi. Mush ish qilgan vaqtida bir odam namoz ichida buni qarab boqdi. Ya, bu ishlarning o'zi jannatniki yoki do'zaxning ishini meni o'ylab, yo oyat shuni bildiribdikan, shuni anglab bu qandoq azob qilami deb, deb ketibdi, yana ketibdi, yo buni yig'lab ketibdi. Yo jannatning gapini anglab, buniki lazzat, huzur, mushtaq bo'lgan ko'z yosh chiqmasa yig'lab ketgan bo'lsa, u chog'da nim qilmaydi u odamniki namozi buzilmaydi. Bundan namoz buzilmaydi. Va agar u qilgan ishning o'zi injiqlab, deb yig'lab qolgan o'zi bir og'riqdan bo'libdi, bir og'rib ketibdi. Yo qilmaydi u odamga bir musibat yetibdi. Voy deb namoz o'qisin bir yerda o'lgan yoki o'lganligini bilgan bo'lsa, bu orqali u odam injiqlab yoki yig'lab deb qilgan bo'lsa, bu odamniki namozi buzib ketadi. Bu meselenin o'zida, mana bu meselenin o'zida bir odamniki
yoki deb degan gapni o'tirish qanonim yo'q, o farq yo'q. Arabcha gap hamda. Alloh debdi. Voy-ay, mesela voyjon debdi. Desima buzib ketadi. Voy-ay deb shu injiqlab deb desima, buni bizning ketib buzib ketadi. Endi İmam Ebu Yusuf debdi bu ahin degan gapni o'zida buni namozi shu buzilmaydi. O debdi. Endi agar uf, tüf degan bo'lsa, o'shan o'zimi namozi buzilmaydi debdi. Endi Multaqat degan bir kitobda bor. Qachonki shu namoz o'qigan odam ichidan chiqibdi. Chiqilgandan keyin Bismillahirrohmanirrohim debdi namoz o'qishdi. degan bo'lsa, o'shanda bu odamning namozi İmam Muhammed rahmetullahi'nin göz karşıya buzuk keldi. Lekin İmam Ebu Yusuf rahmetullahi'nin göz karşı buzulmaydı. İmam Muhammed rahmetullahi'nin rivayet kılıptı. Eğer kesel adam yüzge iyi bulamadı. Yüzge o ağır geç avat çıkarmayman disim unmay onu küçetmekti. Öyle jağlap gitipti ya adep gitipti. Uçan namaz buzulmaydı depti. Kandaki o adam mesela namaz okuğa vaxtida effe depti. Yoki tushkuribdi. Buni da harak ketibdi. Yoki u odamning o'zi tushkuribdi. Tushkurib bu odamning ovozi ko'tarilib ketibdi. Buniga andikin bir harflar meni nima bo'libdi? Oshkor bo'libdi. Ya'ni mundoq dedi. Bu e'tibordan namoz nima qilmaydi, buzilmaydi andagandan kasalning o'zi boshqa bir yer og'rib ketman, lekin uni to'xtataman desam unma chiqib ketibdi. Kirib ketibdi yoki haydab ovoz ketibdi. Bu namoz buzilmaydi. Men bu gapimizni Fatava Xaqaniya deydigan bir cho'ng bir mashhur bir nima kitobcha bor. Men bu kitobning o'zini mustaqil deydi. Endi kasal bir odam men Zaxira degan kitobni o'qiyaptim. Kasal bo'lib qolgan odam yo Robbi deb namoz o'qiydi. Yo deb bismillohi debdi. Men bu odamga yoki og'ir kasal og'ir yetganlik sababidir. O'shan bu odamning namozi buzilmaydi. Va agar namoz o'qigan odamga bir odam gap qilgan, u odam la ilaha illalloh deb javob beribdi. Yoki u odamning o'ziga xo'sh yo'lga xabarni beribdi, yoki yomon ochchig'ini keltirgan, yoki hayron qoldirgan, ashta bir gapni u odam meni anglabdi. Bir odam xabar beribdi. Xabar bergan chog'ingizda bu odam nima debdi? Subhanalloh debdi. Xo'sh ya elhamdülillah debdi. Yoki bu odam debdiki la havla va la quwwata illa billah degan bo'lsa, bir bundaq odamniki namozi imom azamlar imom Muhammad rahmatullohning ko'z qarshi buzildi. Lekin imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhi buzilmaydi debdi. Endi imom Qozi Faxruddin Xon degan bir olim o'tgan. Şu adamniki deyişen, o kesel adamniki, yani o nemiz sözü, yani İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi de bu nim olduğu uçağınızda bu İmam Muhammed bir yerde yani buzuldu o deyişin üzerinden cevap vergen bolsa. Yani o adam dilgen bolsa, hel ilan gayrullah depto. Mesela o adam diyendi ki la ilahe illallah depto. Ya ki onu cezmen namaz okugan namaz işi de ben degan quturib qo'yaydi, la ilaha illalloh degan bo'lsa, o'shaningizda bu odamning namozi buzilmaydi debdi. Hani bir odam tush ko'rib, alhamdulillah debdi. Tush ko'rgan vaqtida u odamniki alhamdulillah deyish kerak. Alhamdulillah degan bo'lsa, u odamniki namozi ishi boshqa degan bo'lsa, namozi buzilmaydi. Va agar yana bir qator, yana bir odam tush ko'ribdi. Tush ko'rgandan keyin namoz o'qiyotgan odam alhamdulillah debdi. Yani uniki istifamni, yani uni qanday ekanligini talab qilib, alhamdulillah degan bo'lsa, bu chog'da boshqa odamni tush ko'rganda uni javob berish uchun uni bilan namoz buzib ketdi. Agar namoz ichida bu odam tush ko'rgan bo'lsa, uni yana bir odam yarhamukalloh debdi. Yarhamukalloh degandan keyin namoz o'qigan odam amin degan bo'lsa, Alloh sizga rahmat qilsin degan gap. Bu odam qo'pib, voy Alloh amin. Ya Allah ijobat qilsin
deganda bo'lsa bu odam namoz buzib keldi. Va agar vohim solgan bo'lsa, bir odamki u odam uni bilan bil emas. Namozda. Ya'ni namoz o'qimagan bir odam namoz o'qiyotgan bir odamga vohim sepdi. O'shandan namoz buzib keldi. Masalan, bir odam agar namoz o'qiyotgan bir oyat bir narsa o'qish orqali men bu odamning uni to'xtab ketdi yoki ish qilib qolganmiz, o'qimagan odam qo'pib, oxiri mutlaq o'qi deb bergan bo'lsa, bir bu odamniki namozni o'qib ketgan uchonida buzib ketdi. Va agar bu odam o'ziki imomiga echibdi, ya'ni vohim sepdi. İmam o'qimayotgan deyilibdi, agar namoz durust bo'lgan, shu oyatni o'qigandan keyin mesela 3 oyat yoki unidan qarab o'sha oyat o'qib bo'lgandan keyin farz emasmi endi? Uni o'qib bo'lgandan keyin u odam vohim solgan bo'lsa, o'chog'imizda namoz buzib ketadi. Nima ketadi? Namoz buzib ketadi. Va agar imom u odamning gapini elib, masalan, u odamniki gapini elib, o'chog'imizda men u odamning gapini olgan bo'lsa, u hammasi namoz buzib ketadi. Sey gap shuki, endi bundaqmi debdi, lekin eng to'g'ri namoz buzilmaydi desa. Chunki buzilmaydi deymiz. Nishqan namozniki o'zi qotgan ishning o'zi u odamniki namoz tuzaymi degan. Va agar imom yin bir oyat yo'tkilibsa, bir oyat shuda o'qib ketib, to'xtab, yin bir oyat o'qib ketdi. Shuning bilan bu odam yo'tkalgandan keyin imomga vohim sepdi. O'chog'ida men shu yerga vohim solgan odamning namozi buzildi. Va agar imom uniki so'zni olgan bo'lsa, vohim solgan odamniki degan bu o'qigan bo'lsa, hammalarning namozi buzildi. Va agar namoz o'qigan odamning g'ayri namoz o'qigan odam vohim sepdi. Va epti u odam shu vohimni olgan bo'lsa, u odamning namozi buzildi. Va agar u odam yaptı ya iş qasdan yoki unutib ketdi. Bir narsa yaptı, chiqdi, namoz buzildi. Va shuni o'xshash amal kasal. Yani cik ish. Yani namoz uchun tushib turish kerak. Ammo bu odam shunaqa aniq qildi, anda qotgan bo'lsa, o'chog'imizda bu odamning namozi buzilib ketdi. Mana har qanday bir amalki qarg'uvchini bu odam namozni ichirichi emas deb ashidaqan bo'lsa, o'chog'imiz nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. Namoz o'qib tushib madem qilib namoz o'qib nima? Ajabchi hareket qildi degan bo'lsa, bu jiq amal bo'ladi. O'chog'da bu odam namoz buzib ketdi. Ularning ba'zi debdiki, har qanday bir ishning o'zi ikki qo'lidan urf odatda qiladi ekan. Bir qo'li qilmaydi, ikki qo'l urf odat qildi. Qildigan ishni ikki qo'l ishlatib qilsa, o'chog' amal kasir bo'ladi. Buni agar namoz ishlatib qo'yolmasa, namoz buzildi. Bu zikr qildi, Muttaqat degan kitobning o'zida xato qilmaydi namozni buzishda ikki qo'lniki ishi. Lekin oz va ko'pligi xato qildi. Ya'ni bir qo'limiz bilan harakat qilish emas. Ammo shu harakatni ko'pmi yoki ozmi buni xato qilib, undan keyin buzildi deydi. Endi namoz o'qigan odam o'zining beshini yog'labdi namozning ichida. Yoki o'zining chechini tarabdi, o'chog'ida bu odam namoz buzildi. Va agar yog'ning o'zi u odamning qo'lida bor ekan, shuni olib bu odam bu yog'ning o'zi beshiga silgan bo'lsa buzilmaydi. Endi kasal emas. Va agar bir ayol bir bolni ko'tiribdi, shuni ko'tirib bu ayol o'zi u bolni imitibdi, namoz ishitdi. Va agar bu ayol bu odam o'zi, bu kishining o'zi ayol kishiniki amchigini böyle sho'rgan bo'lsa, o'chog'ida namoz o'qiyotgan ayol agar sut chiqqan bo'lsa, sho'rga vaqti buzildi. Agar sho'rab boshqa qism, emdirib qism chiqmasa, uni buzilmaydi. Va agar bir odam yeni bir odam bilan qo'l ko'rishibdi, bu odam salom berishni iroda qilganda namoz o'qiydi. O'chog'ida bu odamning namozi buzildi. Va agar bir odam o'zidagi beshilik sallani ko'tiribdi, uni zimin qo'yibdi yoki ziminni ko'tirib, uniki beshiga ipchu kiyibdi. O'chog'ida ya ko'ylakni sepdi yoki bir qo'lidan u odam salli kiyibdi. O'chog'ida bu odamniki namozni o'qimaydi, o'chog'ida buzilmaydi. Lekin makruh qilinadi deydi. Endi bir odam men namoz o'qigan odam yeni bir odamni qo'lidan bir qo'ldan uribdi, yoqqan bilan urgan bo'lsa, namozni ishitib bu odam namoz buzildi. Va Zahir degan kitob bunday.
Cezmet bir adam namaz kılgıçı adam, mesela hayvanın üstü namaz kılgıçı adam, şu hayvanın urgan bolsa namaz işitir. Mesela, e, köygünün üstü üçte mansuğun. Der, men muştakkan bolsa uçan namaz bozuldu. Bazı bizdeki meşayihlerimiz şuna dedi ki, kaçalık bu adam bu Allah'ın yüzüne bir ya iki kata onda urgan bolsa namaz bozulmaydı. Ve eğer onu üç kata urganmaz, aka uçan namaz bozup gitti. Yani bizim bazı meşayihlerimiz şuna dedi. Kaçalık bir adamda kan çıktı. Ne baktı ondan? Kan çıktı. Kamçının yüzü o adam ayızıga, mayızıgının kıptı o adam onu müdür tuttu. Hem de yeni bir nüshuda o adamın şu kamçının yüzü teyakkıptı. Etmiş tabi. Urmende. Ya ki onunla o hayvanın yüzüne kılman onu ben ay değmen dep takkan bolsa o adamın namusu bozulmaydı. O eğer o adamın yüzü bu kamçının yüzü hediye kıptı bizge onunla urttu. Uçanın yüzü o adamın namus bozuldu. Küçük bir harekette tarafı. Ve eğer bir adam namaz okuyorsa bir adamni yeni bir putini kıptı bitirdi. Devamlı emas. Mudamda kıptı uçan namaz bozulmaydı. Ve eğer o adam iki putini bitirse ayızga, mayızga bitirse namaz bozuldu. Bu ölümanın bazısı dedi eğer o adam iki putini bitirdi atrak uçan bozulmaydı. Hem Ebu Bekir diğer adamda rivayet kıldı anda bir kişilik dedi o adam kim sallaydı dedi. Yani kim sallaydı dedi. Bir adam namaz okuyatkan adam dedi. Diğer bu adam yüzdeki namaz okuyan yüzü kolundan çıkkı parmakla çıkkını okudum da diyen bolsa bu çaldı cezmen bu adam çıkkını okuyan bolsa bu çaldı bu adam namazı bozuldu. Ve eğer o adamın yüzü beni yazsa anda bilmez ki onunki harfleri ne buldu aşkar oldu. Mesela bunda namaz okudu ayetinin yüzünde tam da bir yer bir kat var. Bununki yüzünü bu adam bunu yüzüptü. Yani üç kelimesi sen tevarrab, bu da namaz usulü. Eğer üç kelimesi çıkarak bir nasıl yazgan bolsa namaz tutup yerinde ya kalemlerini bilen namaz bozuldu. Hem de Muttakat diye kitapta var. Eğer bir adam namaz okuyucu adam muazzin okşaydıgan bir nas keremin yüzünü diyen bolsa bozulur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşte bu adam okup Allahu Ekber, Allahu Ekber ise daha işte bozulur. Namaz okuyurken muazzin namaz okuyacak. O dediğim her bir Yusuf, buzulbaydı madami ki heyyâle salah, heyyâle felah diyen gepmitimizse kağın gepmitimizse namaz buzuldu ama heyyâle salah, heyyâle felah ise bunun buzulup gelirdi. Bir adam kopup Allah'ın ismini anlattı namaz oku adam. O adam Allah'ın ismini anlap akıdan Celal Celaluhu da koydu. Ya ki Peygamber Sallallahu sözünü anlap, ismini anlap, o adam depti ki sallallahu aleyhi ve sellem depti. Eğer iradı kısa bu yaptığın o adam onu icap etmişsin, buzulur. O eğer onunla cevaplı irade kılırsa buzulmaydı. O eğer bir adam bir şiirini okuttu ya bir hutbe okuttu. Lakin o adam yüzü tilinden gap kılmaktı. Yani yüzü o ayet okutup konudan şiir okuttu. Bu canımak buzulmaydı. Lakin bu adam yama işkan buldu. Degende doğru iş çok deme. Mişkan kuşunu terk etmeyecek. Bu eğer bir namaz okuyan yüzü kolu ya beş bilen salamını çok kayıtlıktı. Bir adam namaz okuyan salam verse aleyküm selam'dır. Tabi şimdi kan bolsa bu çağımızda ya ki o adam din namaz okuyan din bir adam bir nas talep kıldı. Şu an o adam beşini marak diye ya şarat kan bolsa yani ya diyen bolsa namazı bozulmaydı. Bu eğer bir adam namaz okuyup Allah'ım ekrimni, ya Allah min uluhlusla depti. Ya ki, ya Allah man inan kısla, ya min işim tuslap verse, ya man rızık verse, bana afiyet rızık verse, ya ki meninki men için günahın mağfiret kısa, ata anamniki mu'minlanı dese, bu canlıda bu kan duanı namaz bozulmaydı. Ve eğer desen, ey Allah, men için karindaşlarımız için, benim kardeşim günahın mağfiret kısa dese, bunu da ki ölüm adamımızın ortadan tıklat bakın. Bəzi buzuldu, bəzi buzulmaydı ekan. Va agar bir odam Alloh mag'firli ammi desa buzilib ketadi. Ya Allah meniki tog'am uchun tog'amni gunohini mag'firat qilsa buzilib ketadi. Chunki u unchalar duo qilishning nimasi yo'q, majburchi emas. Otani sog'ib bir gap o'zi bo'lgan bo'lsa.
Ve eğer diyen bolsa o adam namaz okuyup Allah merzukunu ru'yete. Ya Allah bana senin görüşünü rızık versene. Ya ki cennetlerini, ya ki senin beytlerini hac kılışını müştak bahsetse uçandan bu adam namaz bozulmaydı. Ve eğer dese o adam bana bir hayvan, ya ki bir üzüm, ya ki yaxşı bir ayal, ya bir ayal bana bahsele. Depti, rızık bahsele, dep dua kan bolsa, yoki men qazim ado qilsa, ado qilib bersalar degan bo'lsa, o'shaningizda bu odamning namozi buzildi. Va agar bu odamning o'zi bir kitob qarabdi, lekin u kitobdan nima ekan tushunibdi. Tushunibdi. Agar qarsa, tuz bo'lmagan holatda nima qilibdi? Ya'ni uniga qasddan qarab qolmabdi ekan. Mudaq ko'z tushib ketdi. Tushib ketib, "Ama" degan tushib ketdi. O'sha namozi buzilmaydi. Agar ma'nosidagi o'zini bu odam qasddan, bilmayman deb tashlab qolgan bo'lsa, o'shamizda Muttaqat degan kitob dediki, u odamniki namozi Imom Muhammad o'z qarshi buzildi. Hamda Yajnas degan kitobning o'zida Imom Abu Yusuf rahmatulloh buzilmaydi. Buni buzilmaydi degan gap o'zini masharih ulamolarimiz buniki oldi deydi. Va agar bir odam Musabni o'qibdi, Qur'onda oldi ochib ko'rdi, o'qibdi yoki mehrobda o'qibdi, mehrobning o'zida bu odam buzildi. İmam Azam'da. Ama İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'deki buzulmaydı ki. Bu eğer bir adam bir taşını etip, şu an o taşını etipti namazın içinde. Namaz bozuldu. O eğer o adamda bir taş varken, ama namaz okuştum burun, şu an işin yanlış bir yer bağ taşını yapıp o yer etipti. Bu can namaz bozulmadı. Lekin yaxşı iş kılmagan bu adam. Egnas degan kitap olan, yer bir adam yüzdeki barmaklarının etrafından bir tane taşını müşida atkan bolsa, uçağınızda bu adamniki namazı bozulmaydı. O eğer bir adam namaz okuyan yüzün bedenini bir ya iki akım açtak tatlak. Bu adam namazı bozulmaydı. Lekin mekruh kılındı. Şunu hoşar, kaçanlık bir adam sürüş bir şey bir kaç katar ak edilmez. Bunun kulu da bozulmaydı. Ve eğer o adam işinki kaçlaş, yani şu kışıp ketken yani sürt başka kaçıp üzerine tatlaşın üzerine ak bir kat durmaymış dakika. Ama azrak yok, yine bir kısa bozulmaydı. Hem ak edin müştakkan olsa uçağınızda namaz bozuldu. Hem de Encaz diyen kitap şuna dedi ki, bir namaz okuvchi adam pishtini o'ltiribdi namozning ichida. Agar o'ltirgan bo'lsa, qatdan mudorakan tafsir. Agar bu odamniki shu yiliq pishni o'ltirishni o'zi mana tepbog'an, o'zi ixtiyoran tepbida qilsa qo'li uchib o'lgansa, o'shaningizda buni bo'lib tepbog'an shaklda izlab yurib buziladi. Va agar shu o'ltirishning o'rtada bir fursat bor ekan, o'ltirsa, o'sha nima ekan? O imkon bor ekan, tashlab turib, o'shani nima qilmoqdan, o'ltirmabdi, tashlab o'ltirishaki u buzilmaydi. Lekin bundoq vaqtida kishini o'ltirishni izni namoz ichida bundoq qilsa saqlanishi kerak. Bu afzal. Shunga o'xshash, agar bir odam o'zi kiyimini o'sha tuzab, mana rohatni bundoq talab qildim debdi yoki shamoldan shuni bundoq qilmay bir qator desa bundoq. O'shaningizda bu odamning namozi buzilmaydi. Va agar namoz o'qigan odam debdi, buni bilan bir narsa bildirishni iroda qilibdi. Shundan men namoz o'qiyapman degan bo'lsa, buniki harfini u odam anglasin yoki qilsin, qon bo'lsa yoki qilibdi ovozini qasddan chiroyli qilaman deb o'shanida Imom Azam, Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayhida buzibdi. Endi bir narsa kerakni o'zini bildirmay desa qichib ketib u boshqa. Bir odam namoz o'qigan bir odam ruxsat so'rabdi. Shu ruxsat so'raganki, bu namoz o'qiyotgan odam qiroat vaqti o'qiyotganmi deyman, oshkor o'qibdi. Yo debdi alhamdulillah, yoki Allohu akbar desa buzilmaydi. Va agar namoz o'qigan odam o'zi ayolini namoz ichida taqbir qilib suyibdi. Wala yuqbalha va
namaz okuyan adamni özün ayol suyibdi. Namaz okursa ve layıklı koşup gidip yerine namaz okumak suyibdi mu? Suyibdi. Yoki lekin bu o ayolni söylemeyen olsa onunki namazı tamam. Ve eğer o adam şehvetle söyleyen olsa ya şehvetsiz bu canlıda eğer suyibdi. Söyleyen olsa eğer şu namaz okuyarken bunun namazı bozuldu. Ama o adam namazı okup da ayol namaz okumakken o canlıda takdir kılmaktan olsa eğer söyleseler namaz çok bozulmaz. Hem de namaz okuyan adam kaçanı ki onu bir şeytan vesves kıptı. Ya konu var neyse. O adam dedi ki müştak çık nasıl kıptı namazda. La Allah la kuvvete depti. Eğer şu iş ahırki işte olgan olsa bozulmaz. Yani namazın kadıyakın en ahırda etteyyat okuyan bozulmaz. Eğer şu iş bir yakın bir yad olgan olsa yani namazın en başlakan olsa bu namaz bozulmaz. Şunu olacak bu gapni zahirdi. Hem de namaz okuyan adam kaçanı salam verişini özünü gayrige sehven salam verişini irade edip o adam esselam depti şuna o adam şükürüptü. Esselam depti. O canlı namaz bozup gitti. Bu zahir müştaklı değil. Hem de bir adam mındak kıptı. Namazı içinde ben ipti. Kaçanı ki bu adam menşimizi kıble taraftaki. Kıble taraf mağmen depti. O canlı namaz bozulmaydı. Kaçanı ki o adam nim bolsa o canlıdan sepeden açta tutaş. Açta boğamaz bozulmaydı. O çıkmam olsa mescide çıkmam bozulmaydı. Ama uç cayda. Uçuşçuluk cayda ki o adam ne kutuna aşıda bir sep miktarı aşta minip aşta kan bolsa uçağınızda sepniki dairesi çıkıp yatması minip başta kısa namus çok bozulmaydı. Bazı meşayihler dedi. Bir adam hakkındaki o ikinci sepin üzerinde bir boşluk gördü. Ya bir sep bir boşluk görüp o adam namaz üstüp onu mağan bolsa o adam onu şu boşluğunu meniş arka toş kısmı taklaması namaz bozulmaydı. Bu eğer o adam üçüncü sep minipti. Uçak bozuk gitti. Bir üç kilo az olgandıkken bir canlı üç kilo az. Ama üşüp kalgan üç kilo çıktı. Muşun hemsi kaçanıki meniş ben kıblet tarafga yana aldığını kıtmadı. Kainatçı bulması şu bulur. Ama kaçanıki kıblega akıllı kıptı uçan namaz bozuk gitti. Akıllı kıp maysini kırtaklı kan bolsa. Kandaki o adam kaçanıki kainat kan bolsa şunu gımana beden ki bu adam ne kıldı? Kendimi başta kıptı. Lakin o adam bunu kanap gitti de. Lakin o adamınki aşkarı kıptı bunu kanımaktı. Bu da kanı kendini bu da şikayete bu da kırşamanamla ayavırkat kanımaktı. O canımız bozuk dedi. O eğer çıkmışsa o adam mescidi çıkmışsın şurada çok bozuk dedi. O eğer bir ilik yani seyirli çaynattı. Yoki ilaç deydigan bir narsa varken şu ilaç deb bu daraxtdan chiqadigan o'sha sinnovar degan narsa o'xshaydigan ashta yelim deb bir narsa varken. Uni o adam ne qilibdi uniki o'zini namoz ishida o'sha chaynab o'sha qilmasa namoz buzildi. Va agar bir adam o'zi kishining orliqdagi narsalarni yutib ne qilibdi uni yutibdi. Namoz bo'lgandek qarab kishining orliq bir yerda yutibdi. Agar bu yutgan narsa bir po'choqdinki miqdoridan sal o'shib qolgan bo'lsa namoz buziladi. Va agar u narsalarni o'zi bir po'choqdan sal uniki miqdori sal tuvan bo'libdi. O'sha namoz buzilmaydi. Shuningdek, bundaq bir ishda ro'zqa adamning shu tishning orlig'i narsa yutishdan po'choqdan tuvan bo'lsa buzilmaydi. Po'choqdinki miqdori sal jiqroq bo'lsa nima ketadi? O buzilib ketadi deydi yani. Yani demek muştak namazı okuğa vaxtımızda yukarıki aş halatga nima qilish kerak unuğa diqqat çok qilish kerak. Mana namoz o'qib qo'ying degan bo'lmaydi. Muştak ishni o'zi qay ishni qilsa namoz buzib ketib, qani buzilmay buni tushunish kerak. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.